katta zal. Ko'priga lezigamga katta zal. Maydalab chiqarib o'rganman. Женщин. Katta zal. Originali. Lezigamga. Xo'p, lezigamga. Hozir qora makondan bitta chiqarib o'rganman. U qora makon o'sha Murod Kosmosi, Tojikistondagi Murod Kosmosi Malibuga $8,500 boy bergan xo'rozni qizi. Kecha mana bu o'yinda yutdi, $8 ga sotildi. Habibulloh davrasiga olib borib, 7 kundan keyin olib borib turib, u xo'rozda 4 raundda yana yutib kelishdi. 7 kunda o'ynadi. 7 kunda 2 ta o'yin qildi. Bittasini 1 raundda, bittasini 4 raund yutdi. O'sha xo'rozni hamtanasi bo'ladi hozir, lezigamga berib o'rgatganim. Tuxum ham berib o'ring Ilyos Bey ko'rdilar. 5 ta tuxum berib o'rganman, 5 ta. 5 ta tuxum berib o'rganman. Qayerda bu? Qoraqalpog'istonga. Yo'q, daftar ko'rsatish shart emas. Qoraqalpog'istonga 6 ta tuxum so'rashuvdi. Hop, aka katakulni qolmazam saqla. Qoraqalpog'iston yaqinroq ovozimni berish kerak meni. Qoraqalpog'istonga 6 ta tuxum so'radilar. 2, 4, 6, 8, 9 ta. 9 ta tuxum chiqarib o'rganman. 3 ta bonus qilib qo'shib berdim. Endi bu 3 tadan mana 2 tasi turklarniki. Bularga qo'shilgan xo'roz qo'y ustini hamtana ekaniga Maximus qo'shilgandagi Raptor degan bolasini olib kelganman. O'sha Raptorni bolasi bu. O'zimday maykonga qo'shib chiqarganman. O'shanga qo'shilgan turk maykonga o'sha Raptor bolasini qo'shilgandagi tuxumlardan 3 ta bonus qilib beryapman. Hop, keyingisi Samarqand Jonboyga 9 ta tuxum chiqarishim kerak edi. 9 ta tuxum chiqarish kerak bo'lsa, bu yerda 3, 6, 9, 12 ta qilib chiqarib o'rganman. Bularni ham xuddi o'sha turklardan tuxumidan bonus qilib beryapman. 3 ta bonus qilib qo'shib beryapman. Bu Ilyos akamizga 5 ta podarka. Endi anchadan beri muomala qilarlar. Tuxum oldim. O'tgan ham 20 ta tuxum oldilar. 22 ta yana chiqardim. Endi mana yana chiqaryapman. Hop, shunaqa. Hozir Qashqadaryoga hozir 2 ta jo'jamiz bor. Mana mayda jo'jalarimiz. Ya u ko'rsatma qo'yib. Uni Telegram kanaliga qo'yamiz. Telegram kanaliga u videoni qo'yamiz. Bularni endi upakovka qilamiz. Endi akalarimiz avvalo bexato chiqsin, chempionlar bo'lsin. Endi tagizatiga garantiya bu narsalarni. Endi bu yerga o'zinani boqib o'yiniga qarab. Chunki men ko'pchilik parrandalarni nima deydi? Qumkanaga talatib qo'yib, oyoqdan ketkizib qo'yib, tortishuvlar bo'layotgan ekan. Men deganimda bo'lmadi-yu. Xo'rozni kanaga talatib qo'yib, oyog'ini ketkizib qo'yib, xo'roz o'zga ayib qo'ymaydi aka-ukalar. Oldin unda vijdonan ayibni o'zingizdan ham istayna. Bu jo'ja sotganga, tuxum sotganiga tushmon yedirib bormaydi odamni. Xo'p. Hurmatli aka-ukalar, hozir chirillataverma o'shani. Hurmatli aka-ukalar, xudo xolasa keyingi videoda yana diydorlashamiz, xudo xolasa. Videolarimiz ma'qul bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishingizdan chiqaramaydi, chunki bundan keyingi videolarimizda sizlar uchun foydali bo'lgan kasalliklar bo'yicha, zotlar bo'yicha, har bir qisqasi patga qiziqadigan parvozlarimiz uchun kerakli maslahatlar bo'ladi, xudo xolasa. Joyingiz sog' bo'lsin, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.
hammadan xo'rozlardan chempion bo'lib, doim yutaverayni. Yutib zerikadi deydi-yu, ashaqasidan bo'lsin. Omon bo'ling.